Xayrlı gün okuşular. Bugün indi bizning temamız iş grafikası şartlı funksiya. Berilmelerini grafiklav işkirtü turunda söyleşik. Elektron tablitsalarning ahamiyatli o'zliklarining birisi tablitsadagi sonli ma'lumotni grafik ravishda beru mumkinligi. Buning uchun maxsus grafik rejim ishlaydi. Tablitsa protsessori grafiklarning ham diagramlarning bik ko'p formulalarni olishga yordam etadilar. Astagi rasmlarda ikki turli diagramma 8'de birinchi rasmda tugarak ham 8'de ikkinchi rasmda bo'g'anali diagrammalar ko'rsatilgan. Ekranda ko'ra olasiz. Әлеге диаграммалар için başlangıç berilmeler A2 2.A6 D2 2.D6 şaqmaqlarının bir türlü diapazonlarından alıngan. Birinci diapazonda produktlarının isimleri, ikincisinde onların satılу miqdarı ko'rsatilgan. Diagrammalarga qarab, eng ko'p kullanılishdagi produktning yogurt ekanini ko'rib bo'la. Tugarak diagrammalar zo'rliqlarining sektorlarning odatda butunning tugarakning nechanchi ilishini tashkil etgan ko'rsatirga kerak bo'lganda qo'llaniladi. Bo'g'anali diagrammalar esa turli zo'rliqlarning bir-birisi bilan chog'ishtiruv uchun bek o'ng'ayli. Savdo pavilyonidagi sut riziklarini sotuv turida temani davom etik. Agar qaysida bo'lsa rizik butunlay sotilib bitgan ekan, ana istamli ravishda savdo pavilyoniga keltiruvni uyushtirishga kerak. Buni elektron tablitsada ko'rsatuv uchun anga tablitsa 8/8 keltiruv deb hisoblangan yangi bo'g'ana istaymiz. Ekranda ko'ra olasiz. Agar darstanda bu rizik kerak ekan, bo'g'ananing shaqmog'ida aya so'zi, agar keltiruvning keragi yo'q ekan, yo'q so'zi chiqacak. Aya ham yo'q javoblarini tablitsa protsessori avtomat ravishda belgilayacak. Masalani chekish uchun shartli funksiyadan foydalanaylik. Umuman olganda funksiya bunday bo'lacak. Agar joylashilar shart joylar birinchi anglatma, ikkinchi anglatma. Shart haq yoki yolg'on qiymatlarini olishga mumkin bo'lgan logik anglatma u. Logik anglatmalar bilan siz berilmalar bazasi turindagi bo'lakda tanishgan edingiz endi. Elektron tablitsalarda da ularning ma'nolari shuluq. Birinchi anglatma ham ikkinchi anglatma son formulaga tekst ravishida bo'lirga mumkin. Bizning ishtirokda shart qolgan rizik miqdorini 0 ga tegizligini anglata. Birinchi ham ikkinchi anglatmalar sifatida aya ham yo'q konstantalari turadi. O'zgartuvlar kiritgandan so'ng hisob dokumenti 8/9 tablitsasi formulalarni chog'ildiruv rejimida ham 8/10 tablitsasi qiymatlarini chog'ildiruv rejimida ravishina kirashak. Ekranda tablitsani ko'ra olasiz. Shuning bilan o'quvchilar, teoriya ilishimiz tamom.